Qizlar biz mineralniy vodiyga keldik. Assalomu alaykum qizlar, rahmat. Sog' bo'linglar. Havo sovuq-ku o'sha. Sovuq. Qizlar biz Kislovodskka keldik. Mana shu otaxon aytayapti. Men seni taniyman. Sen o'zbeksan. O'zbeki tojik do'st deyapti. Tojik O'zbek qarindan aka uka edi, do'st edi. Inshaalloh mod Tojikiston O'zbeko barodarim, do'stim. Inshaalloh. Ana ko'rdinglarmi? Bizning muxlislarim shu yerda ham bor ekan. Hozir mashinaga o'tirib biz Yevrotel degan mehmonxonaga borib joylashib, ertaga esa turimizga qo'shilamiz va Elbrus tog'i, Yevropaning eng baland tog'i sari yo'lga chiqamiz. Ha, mashinangizga gap yo'q. O'zbekiston bayrog'ini Elbrusga qo'yamizda inshaalloh. Inshaalloh. Mana qiynalib ketdi Erbol. Hozir bu tomonni ko'rsatgan edi, qibla ozginadan keyin bu yoqda ko'rsatyapti. Yana ozginadan keyin bu tomonni, keyin men tomonni ko'rsatadi. Ya'ni endi bu tomonni ko'rsatyapman. Ko'rdinglarmi? Hozir ozginadan keyin bitta yo'q yoqsa boshqa. Endi bu tomonni ko'rsatyapti. Qisqasi, nimaga bunaqa bo'lyapti? Bu yerda dronlar uchyapti. O'sha dronlarni signalni glушить qilish uchun blok qo'yib qo'ygan. Shuning uchun bechora telefonimizdan bir qiblani bu yoqda ko'rsatib, bu yoqda ko'rsatdi. Endi Allohga tavakkal qilib birinchi ko'rsatgan tomoni bu tomonda qilib o'qiramiz. Alloh o'zi ko'rguvchi, bilguvchi, qalbimizga qarab nima deydi ish qilibdi. Yomon charchadiga ukam. Stroberlar turishni qara. Qaranglar, Rossiyada neft o'zida onasini emsin bo'yapti-da, lekin 95 dan ham 92 dan ham qimmat dizel topливо ekan. Dizel, ya'ni solarka eng qimmati ekan. Ochig'ini tushunmayman narxlari qanaqaligini. Taxminan 82-83 rubl $1 bo'ladi. Lekin mana bu sug'i deganini nifiga tushunmadim. Eng arzoni shu sug. Menimcha sujinli gaz bo'lsa kerak. Ya tushunmayman-da baribir. Mana. Wow, qarang. Hali hamma zoomni ishlatmadim. Men hammasini. Xudo xolasa bugun safarimizni deyarli birinchi kun o'tsagan bo'ladi. Bir necha soatdan keyin mashina kelib bizni olib ketadi. Hozircha biz Minvodo Kislovodsk Pitigorskdamiz. Assalomu alaykum. Biz Minvodoga yetib keldik. Chamadonlarimiz ko'p. Menimcha shu chap tomonda o'tirganlar bor-ku. Shular ham bizni brigadamizda bo'lsa kerak, chunki barcha butun mamlakatlardan keladigan alpinistlar mana shu yerda soat 2 da to'planishimiz kerak. Xudo xolasa safarimiz bexatar bo'lsin. Mana shu odam meni tanib qolganga o'xshayapti. Assalomu alaykum. Rahmat aka, fozilov. Qalaysiz? Sog'laringiz yaxshimi? Xayrlisiz? Qashqadaryo. Bu yerda Ishlashadik, bugun ketaman. Uyga alhamdulillah vatanga qayting aka, vatanga qayting. Qashqadaryodan qayerdansiz? Nishon tuman, Talmorjon shahri. Sizlar qayerdansizlar? Surxondaryo, Kardullar, yaxshilar, jigarlar. Qandaysizlar? Va alaykum assalom jigarlar, yaxshimisizlar? Men Farg'onadan. Farg'onani qayerdan? Keling aka, qarab turmang. Xayrlisiz aka? Zomindan, Jizzax. Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Rahmat. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Mehnatlar bilan tinchmisizlar? Videolaringizni ko'ramiz. Ha, shu yer kelishim bo'larmi deysiz? Ha. Xudo xolasa Elbrus tog'iga ketyapmiz. Inshaalloh duoda bo'linglar. Sizlar musofir yurtasizlar. Siz qaytib ketyapsiz? Qaytib ketaman. Sizga hech narsa yo'q. Sizlar lekin shu yerdasizlar, ha? Aeroportdayapmiz. Birgamisizlar? Birga bo'lsanglar, men sizlarga O'zbekistondan hech bo'lmasa bitta qashi bo'ladimi? Bor. Voy, borma deydi. Aka mana shu O'zbekistondan, vatandan aka bo'lib yeysizlar endi. Bu yerda ko'p, lekin biz bu yerda 15 kun yeyishimiz kerak tog'da ustida. Xo'pmi? Aka, sog' bo'linglar. Allohning panohida bo'linglar. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Rahmat. Allohning panohida, ha? Chiqarasizmi? Xudo chiqaraymi? Chiqaring. Chiqaramiz inshaalloh. Allohning panohida musofir yurtasizlar. Rahmat. Rahmat. Sizlarga Eng muhimi sog'likda, salomatlikda, vatanga, qavmi qarindoshlarni, yaqinlarda baxtiga sog'-omon boringlar aka. Sizlar ham Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Sizlar rahmat, omon bo'linglar. Rahmat, musofir yurtda kelinglar, rasm o'chamiz. Bo'ldi, o'chir video. Kel. Rahmat aka. Kel. Aka, Allohning panohida musofir yurtda sog'-omon bo'linglar. Lekin qazini bekor berdim-da sizga. Nimaga? Yangam qayerda? Uyda. Voy, shu yerdami? Yo'q.
O'zbekistondami? Surxondaryoda. O'shaning uchun bekor berdim-da. Hozir. Kelinglar. To'xtalarim ham bitta shikolatdan beray sizlarga. Bitta shikolatdan beray. Musofir yurtdasizlar. O'zbekiston. Qani Erbol, ryukzaging qani seni? Ha? Qayerda? Yag'ay mana bitta shikolatinglar. Mana bitta O'zbekiston shikolatinglar akalar. Aka mana. Rahmat. Mayli, yo'llaringiz Akaga ham beraylik bitta. Aka oling. Ha, aka Allohning panoh. Yuragim jiz etyapti, behazil. Inshaalloh yurtimiz shunaqa rivojlanib ketsin. Birorta bir O'zbekiston vatandoshimiz shu yerlarga kelmasin, onasini hamsin. Kelishdigim aka, Allohning panohida. Birortalar kelmaylar shu yerlarga. Xudo xolasa vatanimizda eson-omon bo'linglar. Aka. Behazil bor. Inshaalloh shunaqa O'zbekiston rivojlanib, hamma tomonlama rivojlanaylik. Birorta vatandoshimiz bunaqa musofirlarga borib ishlab yurmasin. Bratishka, вот он говорит, вот это Эльбрус. Я говорю, нет. Mana shu Эльбрус, я говорю, нет. Ребят, кажется, Эльбрус это выше облак, да, облак, да? Qaranglar, biz borayotgan tog', mana shu bulutlarni ko'ryapsizlarmi? Bulutlardan ham yuqorida joylashgan. Так что учи студент, Xudo xolasa будущее. Xudo xolasa будущее нормально будет, все нормально будет. О, Эльбрус Erbol. Что-то похоже, да? Manimcha biz sheriklarimiz topdik. Здравия желаю. На гору? Да. Точно. На гору? На гору. Мы с вами знакомились. На гору. Андрей. Абу. Нельзя нам, нельзя. Жена убьет. Так, кто у меня орешки просил? Я. Вы? Да. Кто шербет просил? Нет его пока, да? Я. Орешки я вам 3 килограмма привез. Специально. Аздар, мы сейчас еще собираем, еще 15 минут, да, у нас, да? Минеральную воду, покажи аэропорт, блин, хотя бы. Так, я с вас всех сделаю блогеров. Давайте. Миллионник. Да. Отмечать. Да? Миллионниками вы будете, Xudo xolasa. Здравствуйте, оба. Тоже узнали меня, да? Здравствуйте. Аздар, biz keldik, mineralniy vodaga, hozir avtobus keladi va Xudo xolasa. Я не знаю, сколько километров, Андрей, у нас до Кабардино-Балкарии? Много. Достаточно. Juda ham uzoq yo'l yuramiz и все будем показывать в сторисах. Надо вот так делать. Да? А что ты не снял? Снял? Я снял. Надо так бить. И вас... Нет, на вас не снял. Меня надо... Меня зовут? Abdurahmon. Так, смотрите, я понял, что аэропорт Минвод строят узбеки. Серьезно, потому что все говорят, мы строим аэропорт, новый аэропорт строим. Молодцы. Аллах'ın panohida. Sağ bo'linglar. Tinch bo'linglar akalar, omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Я даже для вас семечки взял. Фисташки взял. Орешки взял, изюм взял, курага взял. Все взял. Брат думает. То есть голодными мы не станем. Да. Надо сейчас уже начинать. А можно, но нам в чемодане все затарито. С автобуса начнем. К нам нет собачки. Жалко, что Дашки нету с нами, да? Вот Даша девушка писала. Подожди, а кто Нет, писал? там Ксения или как? Ксения, да? Александра. А мы с тобой что говорили? Блин, Даша. Мы столько... Вот Да. Даша. Слава Даша. Богу. Та с Москвы девочка. Александра. Александра, mayli, Александр. Azizlar, biz avtobusimiz keldi. Eng muhimi, Xudo xolasa yetib olsak manzilga. Duoda bo'linglar. Komanda biz. To'ldirib olyapti. Mana ikkita morojniy oldim. To'g'ri, endi bu morojniy o'rnida Andijon morojniy yoki Asian Gold bo'lganda zo'r bo'lardi. Zdrasте. Bizning yo'limiz hali uzoq, taxminan 3-4 soat yo'l yuramiz avtobusda. Tez bo'l ketamiz. Нет, у нас много чего есть.
Ana. Voy, u shuncha narsa oldim. Qarang qancha narsa oldim. Abdurahmon Fazilovdan o'zi olashmaydi. Xudo xolasa, safar endi boshlanyapti. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi oldimda. Sut, toza sut. Va zug'ushonkali. Bizi oldinda 3 soatlik yo'l kutyapti. Bu bizga obed. Chunki hamma yeydigan ovqatlarni pastda chamadonda qolib ketgan. Duoda bu turlar, sarguzashtlar endi boshlanadi. Avtobusda ketyapmiz azizlar. Tashqari shunaqangi go'zallik. Afsuski avtobusda oynasi bu go'zallikni sizlarga ko'rsatishga imkon yaratib bermayapti. Oldida juda ham chiroyli joylar. Там озеро какое-то высокогорное, знаете. Qarang. Biz avtobusimiz o'sha aeroportdan olgandan keyin taxminan bir 3,5 soat yo'lni yurib, Terasko degan joyga borar ekan, qishloqda ekan. Va ertadan boshlab biz o'sha yuqoriga chiqishda boshlar ekanmiz. Bu nima endi? Bu nima bu? Biz hali ko'p yuramiz. Juda go'zal joylar ekan, o'ta go'zal joylar. Avtobusda gruppamiz juda ham katta. Xudo xolasa ertadan go'zalliklar boshlanadi. Вот здесь. Biz Rossiyaning eng baland cho'qqida joylashgan Ternauz shahridamiz. 80 километров. Ой, 8 часов. Вот эта вся масса, это вот в 2000 году вот сошедшая. Да вы Здесь пятиэтажные дома стояли, все. Снесло, да? Mana shu yerda 5 etajli uylar bo'lgan ekan. Katta bir sel kelib olib ketib qolgan ekan hammasini. Xudo xolasa sarguzashti zo'rlar ertadan boshlanadi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa joylar? Mana shu yerga odamlar tikka tog'ga chiqib ketar ekan. Mana shu qoyalar bilan tog'ga chiqib ketar. Вот оттуда начиная, вот оттуда все это Vau, krasota. учебный склон. Вон палатки, да. Vau, tepaga chiqib ketyapti odamlar. Тебе надо палатку. Да. А что, у вас гор нет? Но не такие крутые. Чего? Узбекистан так без... В Узбекистане очень много красивых гор. Ну, маленький. Да. Azlar, biz Ternauz shahridamiz. Вот здесь с левой стороны, Да. вон там наверху, зимой замерзает речка. Ага. Там водопадик такой маленький. Красивый, да? Вот прямо вот здесь, вот, где черная, видишь? Да. Вот там речка течет, ее сейчас не видно. Там замерзает, и там такой большой лед получается, и ледолазанием занимаются. Все Да, прям приезжают, со льдом, да? По льду лазят. Да. Azar, Islom aka haydovchimiz aytishi bo'yicha, shunaqangi zo'r qishda muz bo'lar ekan va o'sha muz shundan darajada katta ekanki, unga haligi o'zini spesialni alpinistiski bor, haligi o'roqqa o'xshagan. O'sha bilan lidolaz, ya'ni muzga chiqishar ekan tepaga. Qisqasi biz Ternauz shahridamiz. Bu Ternauz shahri butun Rossiyada eng yuqorida joylashgan. Да. Самое длинное ущелье, 19 километров. Ущелье. Juda ham chiroyli joylar. Endi buni sizlarga avtobusda emas, pastga tushib jivoy qilib ko'rsatishim kerak. Va inshaalloh hammasi ertadan boshlanadi. Inshaalloh. Azlar qaylar, hozirgi ikkita haykal ko'rsataman mana. Birinchisi va mana ikkinchisi. Как их звали? Ахия Сотаев. Ахия Сотаев, Герой Хашимов. А это? А это Пастухов. Вот вы будете подниматься, да, скалы Пастухова. Да. Вот это куда он ходил. Mana shu odamlar Elbrus tog'iga birinchi butun hayoti dunyo tarixida birinchi chiqqan odamlar ekan. Akamiz mana o'zlari Kapartimizda
Ну, они так себе приписывают, он Да. карачаевец на самом деле. А вы можете на своем языке сказать: Абдурахман, добро пожаловать к нам? Абдурахман, хош келдіңізге. И это же наш узбекский. Ну, я тебе говорю. Ben size Özbekçe söylesem bilasizmi? Азмаз düşünemiyorum. Ana tushunaman. Ana. O'zimizni bratan. Ismlari Islom. Islom aka shu yerda 33 yildan beri shu. 33. Я когда маленький был в Ага. Ташкенте был. В Ташкенте были? В Все. Ташкенте был. Для вас багажник из Ташкента подарок. В Ташкенте был, мне суннет делали там. Я это Sunnet. туда Для ездил. кого? Вас? Маленький был, да. Чындыйлар, чындыйлар. Там у нас отца двоюродные жили. А сейчас не живут уже? Они за полгода вся семья вымерла. Как? Авария, лавол, и все умерли. Инна лиллахи. Женщины все заболели, а Инна мужики лиллахи все, ва инна кто илайхи раджиун. на мотоцикле разбился, кто под трактор попал, кто в машину. Вся семья за полгода. 6 человек. Qaranglar, bularni oilasi O'zbekistonda, Toshkentda yashagan ekan. Yarim yilda ichida butun oilasi qurbon bo'lib, har xil kasal bo'lgan, avariya bo'lgan, jarohat olib olamdan o'tgan ekanlar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Джалалабадға барғанмын, Жамбылға барғанмын, Джалалабад. Ташкентке барғанмын. И там вот одно место есть, как называется, не помню, Карасуда. Там Карасу. черная речка течет. Да, это И- Андижанский с Киргизстаном рядом. И там это с двух сторон, вот тогда еще, тогда это сколько лет назад, 50 лет назад, считай, эти были, на сваях стояли, это, как, типа ресторанов, как называется? Restoran, oshxona, Нет, тогда не ресторан они назывались, а choyxona, чайхана. chayxona. Вот. А вода черная, грязная, Da, глубокая. Qarasuvda, da, течет. Qarasuv, правильно. Azizlar, ko'rdinglarmi? Bularni tili biz bilan deyarli bir xil ekan. Dilingiz bir xil, biz bilan bir tushunamiz. Az men o'zbekchani turkka qo'shsam bo'ladi. O'zbekcha bilan turkcha aralash bo'lsa, bularning tili bo'lar ekan. Biz hozir bu yer 1,5 ming metr, Да, отец, мать чисто по-узбекски говорит. da? Они же высылки были. Otalari, onalari o'zbekcha Они там toza gaplashgan ekan. выросли, поэтому они легко разговаривают полностью. Где выросли? В Узбекистане? А? В Узбекистане? Нет, ну они маленькими в Турке были, да, они в этом, в Узбекистане, отец Оштавол, даже Кыргызстан. Zo'r. Это электроподстанция какая-то, да? Нет, это нейтринная станция, а все. Вот тут смотри, сейчас с левой стороны буква М будет. Вон она, видишь? Да. Вот там пещера, туда заходишь, там пятиэтажное здание есть. Внутри пещеры? Да, Бля, мне надо внутри заходить скалы. туда. Туда тебя не пустят. А, не пустят? Нет, это засекреченная. Это Какая-то база, да? не база, это научная. Это институт, короче, в этом. Они изучают вот эту частицу нейтрино. Там ядерная физика. Кто этим занимается, ядерная физика, они там куда кого попало, не пустят. Ichkarida yadерный fizika bilan shug'ullanadigan bitta g'orga kirar ekansan, g'orda ichida 5 etajli bino bor ekan. O'ylayapsizlarmi? Qoyil. Все. А коммунистах еще строили. А буква М это московский метрострой Строил, да? поэтому буква М стоит. Azar, нам еще подняться и подняться, да? Да, уже немного осталось. Мы сейчас примерно... Километров 15-16. Мы сейчас над уровнем моря где-то 1,5-2 километра, да, уже? Где-то 1700-1800. Taxminan 1700 metr yuqoridamiz dengiz shahidan. 1700. 800 даже, да. 1800-1900 Mana ko'rdinglarmi? Akam tushunadilar bizni. 1800-1900 kilometr. Xudo xolasa ertaga juma kuni bu yerda musulmonlar juda ham ko'p ekan. Balki jumaga birga boramiz. Inshaalloh. Azar, biz hozir dengiz sathidan 2000 metr yuqoridamiz va biz mehmonxonamiz mana bu bo'ladi. Va bizni hozir shu avtobus haydovchisi olib keldi. Bilasizlarmi, o'zbekcha bilar ekan. Juda ham ko'p yaxshi gaplarni gapirdi. Ejon.
Islom aka. Как вам? Как и обещал, это вода Карловой Вары, то, что я вам говорил только что, вам. И как обещал, из Узбекистана конина, козы. Рахмат. Рахмат, көрдіңіздер. Увидимся. Вам большое Аллах спасибо. айтса. Аллах Аллах айта. берсін. Иншаллах. Аллахқа аманат болайық. Аллах болсын. Inshaalloh. Rahmat. Islom aka, biz siz bilan ko'rishamiz hali. Alloh aytsa. Rahmat. Inshaalloh. Обратно все равно со мной поедете. Inshaalloh, обратно. Обязательно bular bilan birgalikda qaytish nasib qilsin, ya'ni Elbrus tog'ida qolib ketmaylik.